Sohibjon. Labbay. Uzr. Bezovta qilmadimmi? Yo'q aka, bemalol. Mana shuni ko'rib beringcha, mayda harflar bilan nima yozilgan ekan? Ya. O'zingizmisiz aka? Bu korxonada eng ko'zi o'tkir odam sizsiz-ku. Yoshimiz o'tib ketyapti shekilli. Ya, qo'ysangizchi. Ha, mana qarang. Shu aka? Yaxshi, tushundim. Rahmat. Arzimaydi, aytgancha. Hademay tushlik vaqti bo'lib qoladi. Nima qilamiz tushlikni? Ro'paramizdagi milliy taomlarga boramizmi? Bir palovxon do'radan yeb kelamiz. Sizlar qayerga desanglar, men roziman. Boraveraman. Boraverasizmi yoki korxonamiz oshxonasida yeymizmi? Farq yo'q. Oshga. Oshxo'rlik qilamiz, ha? Bo'ldi. Bekzod, eshitdingmi? Tushlikda osh yeymiz. Qanaqa kitob o'qiyapsiz, dadasi? O'qishga harakat qilyapman. Ko'zlarim negadir mayda harflarni umuman ko'rmayapti. Tushunmadim. Ha, o'zingiz ham kompyuter oldida ko'p o'tirasiz-da, dadasi. Shunga ko'zingizga ziyoni bo'lgandir. Balkim shundaydir. Ertaga bir kasalxonaga borib, doktor bilan bir maslahatlashib kelishim kerak. Balkim ko'z o'ynagini almashtirish kerakmikan? Oynaga ertaga deysiz. Xohlasangiz bugunoq boring. Istasangiz birga borib kelamiz. Yo'q. Bugun charchadim. Ertaga dam olish kuni. Ertaga o'zim borib kelaman. Mayli. Ha. O'g'ling keldimi? Ha, hali zamon borib qolaman dedi. Ha, aytganday, ovqat suzingmi? Ha, yo'q, o'g'ling kelsin. Birgalikda ovqatlanamiz. Mayli. Ana, keldik dadasi. Bo'pti. Borsan uyga kirib turaver. Voy, nimaga? Siz kirmaysizmi? Aytgandim-ku, yangi biznes ochyapman. Shunga mablag' kerak. Shunga borib do'stimdan qarz so'rab turmoqchiman. Dadasi, shu qarz siz boshlayman degandingiz. Uydagi yig'ib qo'ygan pullaringiz ham bor. O'ylab qoldim. Ko'proq pul bo'lsa, foyda ham ko'proq bo'lar ekan. Shunga borib do'stimdan pul so'rab turmoqchiman. Bo'pti, bor tush mashinadan. Xo'p, namcha baqirasiz. Yaxshi borib keling. Hozir. Voy. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Shifokorga bordingizmi? Ha. Tinchlik ekanmi? Yaxshi. Shifokor nima dedi?
Nima deyishdi? Tinchlik ekanmi? Biror muammo bor ekanmi? Bordim. Xo'sh. Ko'zimni ko'rishdi. Ko'zimda qandaydir o'simta bor ekan. Nima? Shuni jarrohlik amaliyoti bilan mayda olib tashlash mumkin ekan. Faqat uni o'simta borgan sari rivojlanib bormoqda. Voy o'lmasam. Xo'sh. Jarrohlik amaliyoti qilishsa tuzalib ketar ekansizmi? Ha, tuzatsa bo'ladi. Faqat hozir Nima faqat, dadasi, nima faqat? hozir dorilar yozib berishdi. Shu dorilarni vaqtinchalik ichib turing. 2-3 haftadan keyin jarrohlik amaliyoti bo'lar ekan. Xo'sh. Faqat Nima faqat, dadasi, nima faqat? Faqat shu Xo'sh. jarrohlik amaliyotiga juda ko'p mablag' ketar ekan. Dadasi, mayli, siz pulni o'ylamang. Ish qilib siz sog'ayib ketsangiz bo'lgani. Pul topiladigan narsa-ku. Shu sen bilan shu paytgacha uyda to'plab qo'ygan pullarimizni hammasi ketadi. Mayli, dadasi, ketsa ketar, qo'ying. Hozir unaqa narsalarni o'ylamang. Hammasi sekin-sekin yana iziga tushib ketadi, dadasi. Nasib. Operatsiyagacha uyda bo'lsam kerak. Doktorlar har xil nurlardan o'zingizni ehtiyot qiling deyishdi. Doktorlar nima degan bo'lsa, shuni qilishimiz kerak, dadasi. Yaxshi. Ertaga ishxonaga borib, bor vaziyatni tushuntirib, bir oyga ta'tilga chiqishim kerak. Ruxsat olib kelishim kerak. Yaxshi o'ylabsiz, dadasi. Iloji qila olsangiz 2 oy oling. Operatsiyadan keyin o'zingizga kelishingiz uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi, to'g'rimi? Siz necha yillik xodim bo'lsangiz, sizga yo'q deyishmas. Gapingda jon bor, xotin. To'g'ri aytasan. Korxonamiz xususiy-ku. Ruxsat berishar. Ertaga borib ruxsat olib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Bolalar qani? Bolalar pastga o'ynagan tushgandi. Allo. Qahramon, yaxshimisan do'stim? Ha, uydaman. Rostdanmi? Kelgan bo'lsang kir uyga. Shunaqami? Yaxshi. Xo'p. Hozir tushaman, xo'p. Tinchlikmi? Kim? Qahramon do'stim. Mahallamizga kelgan ekan. Uyda bo'lsang pastga tush deyapti. Ha, men unda bu narsa tayyorlab turaymi? Mayli tayyorlab turaverginu, lekin uyga kirmasa kerak. Shoshib turibman, o'zing tushgin deyapti. Qani tushaychi? Nima gapligini bilaychi? Yo, bismillah.
Ye, Kel qahramon. bormisan do'stim? O'zingmisan? Rahmat. Bormisan? Ishlaring yaxshimi? Ha, xudoga shukr. Shu o'zim kelay demasam bormaysan ama. Endi ish bilan, uy bilan, yugur bilan deganlardek. Nima qilib turibsan? Yur, uyga kiramiz, choy ichamiz. Yo'q, keyingi safar. Do'stim, seni yoningga bir yumush bilan kelgan edim. Yaxshi. Xo'sh, eshitaman. Bitta biznes boshlash arafasidaman. Viloyatlardan ko'chat sotib olib, shaharga olib kelib o'tkazmoqchiman. Bunga ozmuncha pul talab qilinmaydi, o'zing bilasan. Shunga ozgina qo'lim kaltalik qilib turibdi. Yoningga iltimos bilan keldim. Endi nima desam ekan? Menga qara. 2 kundan keyin mashinalar viloyatga jo'naydi. Katta foyda ko'rish arafasidaman. Bunday imkoniyat hali yana bo'ladimi yoki yo'qmi? Shuning uchun ozgina qo'llab-quvvatlab olmasang bo'lmaydi. 10 kunda qaytarib beraman pulingni. 10 kunda degan. Ha, do'stim, bu ulgurji savdo. Tushunyapsanmi? Sotib olaman, olib kelib sotib yuboraman. Tamom vassalom. 10 kun ichida pulingni qaytarib beraman. O'zi qahramon qancha yetmayapti? Endi qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bir 15 millioncha berib tursang yetadi. $15 million. 10 kunda qaytarib bermadi deymi? Aytdim-ku, 10 kunda. Yo'q, qahramon, meni ham to'g'ri tushun. Seni gaplaringni o'ylab ko'rayotganim sababi 3 haftadan keyin shu pullar o'zimga ham kerak bo'ladi. Endi nima desa bo'ladi? Senga kerak ekan, 10 kunda qaytarib berar ekansan. Senga bermasam kimga beraman, o'g'aylan? Uyda shu pul turibdi. Foydam tegsa senga tegsin-da. Baraka top, do'stim. Yaxshi ham sen borsan. Bo'lmasa, sen pullarni olib chiq. Men ularga qo'ng'iroq qilib qo'yay. Tag'a aynib qolishmasin. Yo'q. Sen gaplashib tur. Men hozir tez chiqaman, xo'p? Yaxshi ham sen borsan, do'stim. Boringga shukr. Qahramon. Nasiba. Xo'p. Ha, dadasi. Anu to'plab qo'ygan pulimizdan 15 million olib chiqib ber. Nega? Do'stingga kerak bo'lib qopti. Dadasi, axir kelishdik-ku. U pullarni operatsiyangizga ishlatamiz deb. Operatsiyamgacha qaytarib olib kelib berar ekan. Qo'ying. Shunaqa ishlaringiz boshlamang yana. Unga vaziyatimizni tushuntirmadingizmi? Yo'q. Tushuntirgim kelmadi. Bu oilaviy masala, Nasiba. Qo'ygin, gapirganim bilan foydasi yo'q. Undan ko'ra gapni cho'zmasdan pullarni olib chiqib ber. Iltimos. Ishqilib aniq olib kelib berarmikin? Ha. Olib kelib beradi. Bora qol. Xo'p. $15 millionmi? Ha. Lekin uyda juda ham kam pul qoldi, dadasi. Tayinlab ayting, aniq olib kelib bersin 15 kunda. Tez bitadigan ishi chiqib qolibdi. Endi 10 kun ichida olib kelib beraman dedi-ku. Qaytarib olib keladi. Ishqilib shunaqa bo'lsin-da. Ha, olib kelib beradi, xavotir olma Nasiba. Men hozir tez qaytaman.
yaxshiyam sen borsan do'stim. Mana, pullarni ol. Endi bu yerda aralash. 15 million. Sanab ol. Bu nima deganing? Sanashga hojat yo'q, senga ishonaman do'stim. Yaxshi. Og'irimni yengil qilding. Senga katta rahmat. Ishlarimni hal qilib bo'lib, albatta o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Bo'ldi. Xo'p. Uyga kirsang bo'lardi. Yo'q, keyingi safar. Rahmat do'stim. Katta yordam qilding. Rahmat. Sog' bo'l. Xo'p, salomat bo'ling. Charchamagin. Qodirni oldida pulni sanashga xijolat bo'ldim. Tag'in kam berib yuborgan bo'lmasin. Sanab ko'raychi. Ruxsora! Voy, hozir. Dadasi, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Voy, nima bu? Aytgandim-ku, do'stimdan qarz olaman deb. 15 million olib keldim. Voy, shuncha qarz oldingizmi? Men bunchalik ko'p olasiz deb o'ylamagandim. Xotin, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. O'zi ham o'ylab zo'rg'a berdi. Dadasi, oldingi qarzlaringizdan qutulganingiz yo'q. Yana katta qarz olib o'tiribsiz. Anu mayda-chuyda qarzlarni aytyapsanmi? Ha? Ertaga o'ylagan ishlarimni bitirib olay. Katta foyda olaman. Qarzlarni berarmiz o'lmasak. Oladi-da. Dadasi, qarzi bor uyda barakasi yo'q deb eshitganman. Undan ko'ra pulingiz borligida qolgan qarzlaringizdan qutulsangiz bo'lardi. Menga pul kerak. Tushundingmi? Bir ishni boshlab, undan katta foyda olish uchun pul kerakmi? Pulni pul topadi xotin. Barakaga keladigan bo'lsak, mana yaxshi yashayapmiz. Yo, bu narsa yetmayaptimi? Yo'q, endi aytaman-da. Aytma. Tushundingmi? Tur undan ko'rasi. Ovqatingni olib kel. Men o'tirib olib aql o'rgatasan. Aytgancha. Ertaga men viloyatga chiqib ketaman. Voy. Agarda kimdir meni so'rasa, men hech narsani bilmayman. O'zlari kelsalar, o'zlari bilan gaplashasiz degan. Tushundingmi? Iloji bo'lsa, eshikni ham ochma. Bo'ldi, tur, bor ovqatingni tayyorla. Xo'p. Hozir. Aka, Soyibjon. tinchlikmi? Tinchlik. Ta'til olyapsiz deb eshitdim. Ha. Shunaqa desa ham bo'ladi. Nima bo'ldi? Keyin bilan sayr sayohatga otlanibsiz-da. Qayoqda, Soyibjon? O'tgan safar ko'rdingiz-ku. Ko'zim yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Shuning uchun shifokorga borgandim. Ko'zimni ko'rsatsam, ko'zimda qandaydir o'simta bor ekan. Shu o'simtani olib tashlash kerak ekan. 2-3 haftadan keyin jarrohlik amaliyotiga boraman. Shuning uchun ruxsat olish uchun rahbar oldiga kirganman. Yaxshi ruxsat berdilar. Xursandman. Aka, ish bo'laveradi. Eng asosiysi sog'liq. O'zingiz o'ylang, sog'liq bo'lsa hamma narsa topilaveradi. Xo'pmi? Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Nasib, Soyibjon, rahmat. Soyibjon. Sizdan bir iltimos. Hop. Shu gap o'zimizning oramizda qolsin, maylimi? Bilasiz, uncha gaplarga qushim yo'q. Davolanaman-u, tez qaytaman. Aka, sizni qattiq hurmat qilishimni bilasiz-ku.
Hammasi joyida bo'ladi, oramizda qoladi. Rahmat. Men ketdim bo'lsam. Sizni yo'qligingizni biz bildirmaymiz aka. Shifo bersin sizga. Sog'ayib keting. Charchamanglar. Yaxshi ishlanglar. Xom bo'ladi. Omad sizlarga. Shifo bersin. Ko'rishamiz. Dadasi? Do'stingiz 10 kunda qaytaraman degan puldan darak bormi? Axir 2 haftadan oshdi-ku. Keyingi hafta jarrohlik amaliyoti bo'lsa, qo'ng'iroq qildingizmi o'zi? Ha. Qildim. Lekin telefonni ko'tarmadi. Menimcha ish bilan band bo'lsa kerak. Endi ishdan bo'shab turib, qo'ng'irog'imni ko'rsa, telefon qo'rar. Shu pulni bekor berdingizmi deyman-da. 5-6 kundan keyin o'zimizga ham kerak bo'ladi-ku. Ungacha beradi. Men yana telefon qilaman. Endi uni ham ishi chiqib qolgan bo'lsa kerak-da. Hozir qo'ng'iroq qilib ko'rsangiz-chi. Pul kerak bo'lib qoldi. Tayyorgarligini ko'rib qo'ydingiz. Kelasi hafta yana shoshib qolmaylik deyapman-da, dadasi. Yaxshi. Hozir qo'ng'iroq qilib ko'raman. Yo'q, o'chirilgan telefoni. Belavz odam ekan. Ha 10 kundan keyin qaytarib beraman deganingdan keyin harakatingni qilib qo'ymaysanmi? Endi nima qilamiz a? Nasiba. Sen ko'p vahima qilmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? 1-2 kun kutaylik. Agar kelmasa, o'zim uyga borib kelaman. Kelishdingmi? Yaxshi. Dadasi, boydan beri telefoningiz jiringlayapti. Qarang. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Ya'ni Qodir bo'lsa kerak-da. Pulini so'ramoqchidir. Voy, dadasi. Ha, o'sha odamlardan qarz olganingizda 10 kunda qaytaraman deb olgansiz, to'g'rimi? U bechoralarga ham pul zarurdir. Qaytara qoling, sizga ishonib berishgan axir. Bo'lmaydi-da, xotin, bo'lmaydi. Dadasi, bu safar biznesingizdan yaxshigina daromad topdingiz, to'g'rimi? O'sha pullardan qolgan mayda-chuyda qarzlaringizdan hech bo'lmasam qutuling. Xotin, men do'stimni yaxshi bilaman. Ular to'q yashashadi. Tushundingmi? Bu pulga muhtoj emas. Endi 10 kunga keladigan bo'lsak, har doim qarz olinayotganda ishlatilinadigan gap bu. Tushundingmi? 10 kunda qaytarib beraman deb qarz olinadi. Baribir bu ishingiz yaxshi emas-da. Voy, sen meni ishlarimga aralashma. Tushundingmi? Yangi joy chiqdi. Pullarimni yangi biznesga tikmoqchiman. Senichi bunaqa narsalarga aqling yetmaydi. Bor ishingni qil. Nimaga tepamga kelib olib menga aql o'rgatib o'tiribsan o'zi? Bor. Xohlasam beraman shu qarzimni, xohlamasam bermayman. Tushundingmi? Xo'p. Faqat asabiylashavermang. Sen-ku kelib olib asabiylashtirayotgan meni. Bor, chiqib ket. Xo'p. Sizga bir gap gapirib ham qo'ying.
Seni deb adashmam ketdi. Endi yana boshdan sanab chiqishim kerak. Соединен абонент xizmat doirasidan tashqarida. Вызываемый абонент находится вне зоны обслуживания. Subscriber is not reachable. So'rayotgan abonent xizmat Qo'ng'iroq qilishdan foydasi yo'q. Undan ko'ra uyiga borib kelaman. Boya shifokorning gapini eshitdingiz-ku. Sizga ko'chaga chiqmay turing dedi. Yaxshisi o'zim borib kelaman. Yo'q. Sen bormaysan. Dadasi, Nasiba. Men o'zim u bilan borib ko'rishib, gaplashib kelishim kerak. xo'p. Bor qara kimdir keldi. Hozir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Haligi Qahramon aka uylari shumi? Ha, shu. Men ayollari bo'laman. Tinchlikmi? Tinchlik. Iloji bo'lsa eringiz chaqirib bera olasizmi? Ha, xo'p. Keling, kirib turing ichkariga. Xo'p. Keling, kiring. Hozir chaqirib beraman. Xo'p. Dadasi, sizni so'rab kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Haligi men do'stingiz Qodir akani ayollari bo'laman. Ha. Esladim. To'yingizga borganimda ko'rganman. Kiring ichkariga. Yo'q, boshqa safar. Haligi men bir masala bo'yicha kelgandim. Erimdan 15 million qarz olgan ekansiz. Shuni so'rab keldim. Qodir akamning o'zlari toblari yo'q, uyda yotibdilar. O'shanga o'zim kelaverdim. Qarz deng. Shu oyi oxirlarida uzmoqchi edim qarzimni. Tushunmadim. Axir siz 10 kunga deb olgan ekansiz-ku. O'zimizga pul juda ham kerak bo'lib qoldi. Shunga olib chiqib bersangiz. Keling, yaxshisi bu masalani biz erkaklar o'zimiz hal qilaylik. Siz uyingizga ketavering. Qodir bilan o'zim gaplashib olaman, xo'p? Menga qarang. Keling. Gapni ko'paytirmang-da. Gaplashadigan gapni o'zi yo'q. Pulni olib chiqib bering. Siz 10 kunga deb olgan ekansiz. Hozir bo'lsa salkam bir oyga yaqinlashib qoldi. Ha endi o'zimizga ham pul kerak bo'lmaganda mayli edi. O'zimizga kerak bo'lib qoldi. Hozir. Uzr, opa. Mayli, hech qisi yo'q. Odam xijolat bo'lib qoldi. Mana. Bu yerda 2 million. Tushunmadim. Axir siz 15 million olgansiz-ku. Qancha olganimni bilaman. Lekin hozir topganim shu. Qolganini keyin gaplashamiz. Xo'p, siz uyingizga boravering. Sog' bo'ling. Tushunmadim. Siz qanaqa odamsiz o'zi? Axir men sizga aytayapman-ku. Qodir akamning mazalari yo'q. Olib chiqib bering pulimizni. Boshqa pulim yo'q dedim-ku. Siz erkakmisiz o'zi? Erkak deganim dobir lafzi bo'ladi. Og'zingga qarab gapir. Tushundingmi? Men o'zimga javob bera olmay qolishim mumkin. Dadasi. Men sizga pulimizni olib chiqib bering deyapman.
Bu yerda shallaqlik qilmasdan, yaxshisi bor uyingga ket. Senga pulimizni olib chiqib ber deyapman. Pulingni xohlasam beraman, xohlamasam bermayman. Tushundingmi? Menga bunaqa ohangda gapirma. Ayolligingga ham qarab o'tirmayman. Eringdan pul olganimmi? Qanaqa qilib isbotlaysan? Ha? Yo men eringga tilxat yozib berganmanmi pul oldim deb? Yo kimdir guvohlik qilganmi? Ko'rib turibsan vaziyat kim tarafdaligini. O'shaning uchun o'pkangni bosib ol. Tushundingmi? Bermayman deyotganim yo'q shu pullaringni. Beraman. Faqat topganimda beraman. Tushundingmi? Bor endi, uyingga ket. Ha? Qodirga aytib qo'y. Erkaklarning ishiga ayolini aralashtirib chakkibdi. Men bu yerda erkak kishini ko'rmayapman. Opa, Dadasi, kim do'st, kim dushman bilmagan ekansizda. Soddalik qursin. Odamlar gunohlardan qo'rqmaydigan bo'lib ketishyapti. Bularni sotsam anchagina pul bo'ladi. Ish qilib operatsiyaga yetadigan mablag' bo'lsin-da. Hozir bo'lgan vaziyatni Qodir akamga aytsam, operatsiyaga ko'nmaydilar. Undan ko'ra shunisi ma'qul. Mol dunyo erimni sog'lig'idan afzalmidi? Yaramas do'stlari haqida bilsalar, asabiylashganlari qoladi. Eng to'g'ri yo'l shu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Qodir akam xonadoni shumi? Ha, shu. Uydamilar? Haligi dam olayotgandilar. Tinchlikmidi? Ha, tinchlik. Men hamkasb bo'laman Qodir akamni. Ismim Soyibjon. Ha, esimda Soyibjon. Yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Uzra, Qodir akam uxlayotgandilar. Men bozorga ketayotgandim. Haligi bilasiz, 2 kundan keyin Qodir akamning operatsiyalari bo'lish kerak. Bir do'stlariga qarz beruvdik, qaytarmayapti. O'shanga taqinchoqlarimni sotib kelish uchun bozorga ketayotgandim. Uzr, xafa bo'lmang, xo'p? Ay, yo'q, hammasi joyida. Shunaqa deng. Kene. Taqinchoqlaringizni sotmay turing. Shu pullarni men beraman. Rostdanmi? Ha. Xudoni o'zi yetkazdi sizni bizga. Bilasiz-ku, operatsiyaga pul zarur edi. Siz xavotir olmang, pulingizni albatta qaytaramiz. O'zi necha pul kerak ekan operatsiyaga? Haligi vrachlar 13 million deyishgandi. 13 million. Bo'ldi, tushunarli. O'zim beraman. Men buni olib qoling. Faqat bir iltimos bor, keling. Qodir akam bilmay qo'ya qolsin. Mayli. Ovora bo'libsiz-da. Hammasi joyida. Haligi uyga kirsangiz bo'lardi. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar, keling. Rahmat sizga ham. Xo'p.
Nega bunday bo'ldi? Nega bunday bo'ldi? Axir hammasi yaxshi ketayotgandi. Yaxshi turgan mevalar bir kunda qanaqasiga yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin. O'zi nega shu meva eksportiga burnimni tiqdim-a? Xonavayron bo'ldim. Dadasi? Ruxsor deyapman. Tinchlikmi nima? Qayerlarda daydib yuribsan? Ha? Men pastda qo'shnilar bilan gaplashayotgandim-da. O'sha qo'shnilaring meni ko'risha olmasdi. O'shalarga qo'shilib meni g'iybat qilib kelyapsanmi? Yo'q, voy, nimalar deyapsiz? Tushunmayapman. Nima deganingiz bu? O'zi hammasiga sen aybdorsan, tushunyapsanmi? Sen nuqul noliganing noligan edi. Mana biznesga tikkan hamma pullarim havoga uchib ketdi. Hali men aybdor bo'ldimmi? Ha, sen aybdorsan hammasiga. Gap menda emas, gap boshqa joyda. Siz odamlardan qarz olib, ularni qaytarib bermadingiz, ularni norozi qildingiz. Gap o'shanda. Men bilardim sizni shunaqa ahvolga tushishingizni. Nimani bilarding? Shunaqa ahvolga tushishingizni. Xonavayron bo'lishimni bilarmiding? Ha? Nega unda menga aytmagansan? Ha? Nimaga aytmagansan? Voyga qol ko'zimdan. Qodir aka, sizni ko'rganimdan xursandman. Sizni bu yerlarda ko'rishib boshlashadi. Bo'yin bog'laringiz yarashgandi, qarang. Hey, gapni ham qotirasizda, Soyibjon. Sizga katta rahmat. Agar siz bo'lmaganingizda bilmayman-da, hozir qanaqa vaziyatga tushar edim. Aka, o'tgan ishga salovat. Yomon ishlarni, yomon gaplarni o'ylamang. Hammasi joyida. Nima bo'lganda ham sizga rahmat. Endi Soyibjon, qarzga kelsak, men imkon qadar tezlik bilan sizga to'lab qutulishni harakatini qilaman, xo'p? Aka, shu qarzni o'ylamang. Menga hozir zarur emas. Xo'pmi? Qachon kerak bo'lsa aytaman. Bundan ko'ra tushlikka nima yeymiz, shuni ayting. Milliy taomlardanmi? O'zingiz topasiz, o'zingiz tanlaysiz. Chunki kechga sizni uyga taklif qilaman, o'zim do'ppiday osh damlayman. Nima deysiz? Katta rahmat, bo'lmasa tushlikka yengilroq. Ha? Sho'rva ichamiz. Sho'rva. Yaxshi. So'bjon. Shu yerda turib turing. Hozir kelaman, xo'p? Qahramon? O'zingmisan? Ha, o'zimman. Meni bu ahvolda ko'rib hayron bo'layotgandirsana. Seni aldab pullaringni oldim. Foyda ko'rgach ham pullaringni qaytarib bergim kelmadi. Ko'zim ochlik qildi. Senga o'xshagan qancha odamlarni aldab pullarini oldim. O'sha odamlarni qarg'ish urdi. Kafangado bo'ldim. Har kuni ichib kelib, alamimni ayolimdan olaverdim. Natijada ayolim ham meni tashlab ketdi. Yolg'iz qizim esa meni dada deyishdan orlanadigan bo'lib qoldi. Menda yaramas, nafsiga qul ablah kechir. Seni qiyin ahvolga solib qo'yib, o'zim beg'am, bemalol yuraverdim. Yomon niyatda qarz olganga qattiq jazo borligini bilsam ham,
o'zimni bilmaganga solib yurdim. Natijada hozir hech kimga kerak emas odamga aylandim. Agar meni kechira olsang, kechir do'stim. Bilasanmi? Men ko'r bo'lib qolishim mumkin edi. Endi bilsam, men bundan azob chekmas ekanman. Eng muhimi, qalb ko'zi ko'r bo'lmasa bo'lgani. Ishlaymagan? Tinchlik, sohibjon. Kim bu kishi? Tanishim. O'rtog'im. Ketdikmi? Ketdik. Ketdik. Yuring.